gün var, yılış yılış, söyüngenni küyleydi Qaysi joylarda o'tkazilgan cho'ng tipga san'at kechiliklariga taklif bilan qatnashish fursatiga erishaladi. Xo'sh, hurmatli televizor ko'ruvchilar, bu ham programmamiz oylik yulduzni tanlash. Shunga bizniki mayirlarimiz o'tirsidagi musobaqa intayin keskin bo'ladi. Shundaqla mayirlar qo'yiladigan talabmi intayin yuqori. Albatta biz 5 mayirimizga zo'r muvaffaqiyatlarni tilaymiz. Programmamizni boshlab ketsak, programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. Dastan qilib olamga o'yna xalqim samoni to'g'roqdek yashagan xalqim o'yna samoni usul parvoyonisi xalqim o'yna samoni saqaytın malham bu ağrıti meşhur alımlar çıktı aziz Kaşgar'ın sabah bilen udum algaç uluğu yahtı. Assalomu alaykum. Hoş geldiniz. Siz bizniki aldığın kısam programımızdaki haftalık yulduzumuz. Bizniki Qashqardagi yigitlarimiz bilan Qashqar samasini o'rlab programmamizniki daslabida hammamizni aytay qizg'in yaxshi kayfiyatga erishtirdingiz. Rahmat. Qanaqaroq tayyorliklaringiz? Tayyorliklarimiz oylik bosqich bo'lg'achqa albatta mukammal tayyorlik qildingiz deb o'ylayman. Unda bo'lsa bizniki bog'lovchi ustozlarimizniki bahasini anglab baqsak sizga qanday baho berar ekan? Assalomu alaykum Osmonjon. Aleyküm selam. Navasanimizning oylik bosqichiga oylik soniga kelganingiz qizg'in qarshilaymiz. Rahmat. Ama birinchi bosqichda siz o'yna samoni degan naqshni o'rlab kelibsiz. So'zi muzikasi o'zingizniki ekan, a? Ha, o'zingniki. Yaxshi. Ajoyib yaxshi bir samo naqshi bo'pti bu. Bak yaxshi yezibsiz bu naqshni.
Enadaki maç jigitlerimiz acayip merdane. Bak. Bana başlak bolsa mına adoptunu kiyip bana resmi samanı şundaq yaxşı oyundu. Naqşanız bu şundaq yaxşı boldu. Sizga qutluyman. Xush kelibsiz. Ajringizga barakallah. To'liq yaxshi yozilgan bir asringizni olib kelibsiz. Ovozingizni burun deb o'tdim, milliy uslubga tava, yo'ruq, ovoz doirasi kengri bir yaxshi ovoz. Naqshini usulchi yigitlarimizning hamkorligida xilili jonliq, mardona o'rinladingiz. Sahna kiyiminglarmi birdek o'zaro moslashibdi. Texmi o'rligaysiz. Rahmat. Bizning naqshimiz bosqichimizda birinchi nomerlik mayirimiz o'zining nomerini ko'rsatib o'tdi. Endi qizg'in olqishlarimiz bilan ikkinchi nomerlik mayirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Leyleyim nazuk yâre-i kullum bayrami. Yaşamalıyım görme yâre-i günler okşayme. Arakçılar günler ay Mekke çağlı diye. Ayar cemaliyim görme yar ey günler okşayın. Boynumga kas geldi vay karakçı abe. Bundan kurtulmak yeme yoktur sabahı. Goya buldu manayay vay rozi kıyamete. Ayar cemaliyim görme yar ey gözler okşayın. Yakam diye çak gidiye. Eğilsem feryade. Acep kuşkuydu Allah hamdi şemşade. Yok kalsın ney uzunsun bu çerhin aşade yare. Ayar cemaliyim görme yare günler okşayın. Kerim canlıyım ölüdüm. Cüneyd-i Bağdadiye. Senden özge kimge aytayman dadime. Allah yesun aşine alemni feryadiye yare.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akbarka, hoş geldiniz. Siz mi o'xshashlar bizniki? Aldığın san programımızdaki haftalik yol tuzumuz. Bek isimli qolgansiz. Nemishqa? Chunki Akbarkamniki kasbini hammamiz bilamiz. Akbarkam ushaq tijoratchi, yana shu koop savdosi qilgan koopchi ustam emasmi? Shunga hammamizniki cho'qim esib qoldi deb o'yladim. Qanday Akbarkam shu haftalik yulduz bo'lgandan keyin savdongiz cho'qim yurishib ketdi, sizning ko'ngil keldigan xaridorlaringiz jiqlab. Shundaqmi? Shundoq. Qanday hozir savdoniki ishlar yaxshi bo'ladimi? Ya savdon tashlayotganlar sen asosiga o'tib ketdingizmi? Yaxshi savdimiz yaxshi. Bugun shu qanday bir arzu armonlaringiz bor? Mening arzu armonim jiddiyroq bo'lib qoldi tayyorligimiz. Shunday bo'lsa men tirishib mush nimalarni tayyorlab keldim. Ba'zi ustozlarning ham tanqidiy fikrini anglab beqish boshqa maqsadim yo'q. Xo'sh, bo'ladi unda bo'lsa. Ustozlarimizning bahosini anglab boqaylik. Marhamat. Salam Ekber Hitapın. Rahmat. Yani yüz görüştük. Avazınız torba, jaranglık, salmıqı ba. Xeyli pişkan bir avaz. Nava muqamının birinci dastanını ipkepsiz. Ma ahang avazınızga şunçilik maslaşkan. Naqşınımı baştan ahir xeyli merdanı orulladınız. Sizin maşı ötkelden muvaffaqiyetlik ötüşünüzün tileymen. 2 numurluq mayer. Avaz şaraytınız yaxşı. Naqşa aytish maharətinizin aytib görünərlik. Yuqorqi Nava muqam birinci dastanda ariyani nəhayət yaxşı icra qıldınız. Naqşını icra qilish jarayonidagi muzikalik o'yintishlaringizmi, puraqlarni elishingizmi nəhayət yaxşı. Udarlarını to'ldirib oldingiz. Yaxshi ijro qildingiz. Ba'zi naqshida so'zni muzikaga selishda tez ko'ribli yoray ayay degan qo'shimchalarni qo'shib oldi-chi. So'zning o'zini o'ynatsa, texmi yaxshi mukammal bo'ldi. Mush yerni to'liqlab ketsangiz yaxshi. Naqshini haqiqatan yaxshi ijro qildingiz. Rahmat. Rahmat, balg'u to'sqinlarga ko'p rahmat. Shunda qo'shaklarga armon qilamiz. Bizning 2 numurluq mahirimizmi birinchi bosqichdagi o'zining numerini o'rlab o'tdi. Hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 3 numurluq mahirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Yere
Assalamualaikum. Aslında. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizin okşaşlar bizimki haftalık yoltuzumuz. Yine özünüzdeki bir aylık işleri, yine üç akınız bilen naite hemimizin hayacan saldığı numaralarını orulap, yukarı bahaga eriştiğiniz haftalık yoltuzumuz buldunuz. Bana bugün aylık sahnede turuptu biz. Qanaqarak hissiyat buluyorsunuz? Naat yaxşı. Ha? İsil ustazla aldığımda toğandıkın. Beşim kök takışıp atılardı. Bugünkü neticelerimizden özünüzün kütken yerinizden çıkışıga bizim tilektaşlık bildirimiz. Ondaq bolsa ustazlarımızın bahsi bir anlap bakaylı. Hoş geldiniz Asımgül. Hoş buldum. Aldın kıtım yaxşı neticeyle qaytqandınız. Bu kıtım aylık kepsiz. Bu Yarbamo degan bu Qumul xalq naqsi. Bizden Sudiye Mahmud şu etkan. Bu Sudiye'nin avazı bir xil özüge xas liriklik bir avazda. Buna liriklik yumuşak etkan bu naqshni. Allama ayle aybamı bir xil avaz açtaqçı o bir xil liriklik anda chiqadi. Hem sizning bu avazınız resmi xalq naqshi etilgan, ama çoğarak naqshi etilgan, merdanroq naqshi etilgan avaz. Manım şunda yaxşı orildingiz. Rahmet. Gap yo'q o'rlashda. Lekin ovozingizga manaqsha xalqni oldin qitim kelganda aytayotgan naqshlardek tushmaydi. Chunki bu naqshning uslubi, manaqni aytish uslub, manaqning qurilmasi sizning burun aytayotgan naqshlaringizga o'xshamaydi. Bu biroz lirikliroq naqsha. Ya'ni eritkeli Yarbamo ola qol yana akeli. Öken adetine sen mo adı mo kepsisin. Mo yani sen jig'inga shuni. Yaxshi etdingiz. Sizga musullar. 3. numurluq mayrimizmi o'zining numarini o'rlab o'tdi. Endi qizg'in olqishlarimiz bilan 4. numurluq mayrimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Jibqa tizilgan durdan bizler dostlarga rüştümüz mingdan bizler yürekte saklangaç vafanın levziyi şunlaşka koyaştek nurane bizler koyaşni bilsen gen atapti
Atımız sorsa apras yaptı Ferhat deyip kazan biz koyur kaptın aşıklık babıda yegane bize sorulsa hikmetli sual cevabı yeşilgen bulgaçka duam farabi Kaşgarda uludu Mehmut Avabi Şularının evladı şahane bizer Bizlerde sorsam Tanrı'nın tili Tağlarga karsam acayip siri Karsam tügeydu gözümün yeri Şu tağda at çapkan merdane bizer Karsam tügeydu gözümün yeri Şu tağda at çapkan merdane bizer Teşte uzazlar hatar dizilgan Her şey her sözü göher kızılgan Kaygısı kısmeti billah yazılgan Şularının yolda Kurbanı bizler Toxtumuz bulaqdek Bağrımda sazim Kılmağın əcdadda Tümen mümtazim Məngülük kuyaşim Halkım ustazim Halkımdek Gamxane bizer Halkımdek Gamxane bizer Assalomu alaykum Eminjon. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Eminjon bizniki programmamizga qatnashgan yana bir Eminjon ismli mehmonimiz shundaqmi? Programmamizda bu sonda 2 Eminjon bor. Siz Eminjon mehmon Qashqardan dagi isimni qo'ygan. Siz bizniki nova programmamizda qatnashib, munavvar mayr bo'ldingiz shundaqmi? Shunday. Programmamiz qo'yilgandan keyin sizniki havaskorlaringiz, sizni yaxshi ko'radigan bizniki televizor ko'ruvchilarimiz programmamizga qisqa uchur yo'llash orqali mana sizni bugun oylik sonimizga qadam tashrif qilg'izdi. Xo'sh bo'ldingizlar. Rahmat. Meni qo'llagan shu aziz qarindoshlarimizga ko'pniki rahmat etamiz. Xo'sh. Unda bo'lsa bizdan bog'liqchi ustozlarimiz sizga qanday baho bergan birlikda anglab boqaylik. 4-nomerlik mayır ovozingizning doirasi keng tusi jonliq naqsha aytish mahoratingizmi naki yaxshi. Yuqorqi bizlar nomli naqshining yuqorqi tuvan ovozlarini ravon takshi yaqinlik ovozingiz bilan naki yaxshi ijro qildingiz. So'zlaringizmi naki ravon ochiq tushunishli naqshini yaxshi ijro qildingiz. Rahmat. Ovozunuz alınıp durdu. Sadaba terbiyelengen
xeyli turaqlashgan ovoz. Bo'libmi o'tir ovoz rayonimiz alayda yaxshi buni burimi deb o'tdim. Bugun bizlar nomliq naqshini etkabsiz. Naqshinimi boshdan oxir bir xil kayfiyatda mukammal o'rinlab tugatdingiz. Sizga omad tilayman. Rahmat. Bizning 4-chi nomerlik mayrimizmi o'zining nomerini ko'rsatib o'tdi. Endi eng oxirgi mayrimiz 5-chi nomerlik mayrimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kepsiz. Xush buldum. Ranagul bizniki programmamiz, ya'ni nova programmamizdagi Munavvar Moyir, shunaqo. Programmamiz qo'yilgandan keyin yurtdoshlarga nisbatan sizga qandayroq inkaslar bo'ldi yurtdoshlarniki? Mana shu haftalik mendan ketgan kim barliq tomoshabinlar, qarindoshlarim, ham barliq xalqim meni mustaqilligiga yana bir qitim chiqish fursatiga ega qilganligini
Çın qalbimdan ularga teşekkürümü bildiraman. Demek hem de program kuyulgandan keyin siz münevver bizniki mayırımız boldunuz. Ana sizning yurtdaşlarınız şundaqla sizni yaxshi ko'rgan televizor ko'rguvchilarimiz programmamizga qisqa uchur yo'llash orqali sizni mana oylik sonda qaytarib akilib oldik. Unda qolsa endiki baholarni ustozlarimizdan og'zidan anglab baqandik. Salam Rana Gülzun'un. Hoş kepsiz. Hoş buldum. Avazınız liriklik, yoruq, biroq dairesi tarraq bir avaz. Bu kimning ijodiyati? Men anglamagan bir naqshga, yangi ijodiyatmi? Bu Enver Ahmet'nin müzikisi, tekisi Baxtiyar Tayır'nınki. Kim aytgan burun? Bunu mu? Tunji aytishingiz. Yo'q, buni Farida Ahmad deb turmuş şu bizning Jiriznaylik bir qiz aytgan. Men anglamagan naqshga. Naqshinimi? Halimg'iyat nomli bu naqshinimi? Sal amibab uslubga yaqinroq uslubingiz bilan muzikalik hissiyotning talabi bo'yicha meningcha yaxshi o'rinladingiz. Davomli izdining, davomli tirishing. Rahmat. Xush kelibsiz Ranagul. Xush buldum. Aldığın kıtım yaxşı naqshlarni o'rinlab alqishga erishgandingiz. Siz endi naqsh aytishga bir qadar mukammal moyir ekansiz. Praktik so'zlarni erishga garchi bir oddiy bir ahang bo'lsa-mu, nayt liriklik yaxshi o'rinladingiz. Endi tekstni bayatni abuz kam dedi-ku. O yoqqa ketgan yerlar. Ana shu naqshning melodiyasimi bir xil tansiqroq ekan. Anlap oxuyotgan bu naqshni. Endi mushtaq sahnalarga chiqqanda bu oylik musobaqada biroz xalq to'g'rishliqroq bo'lgan, qiyinlik darajasi biroz yuqori bo'lgan, xalq ko'proq anglagan, mundaqroq bir naqshni tanlagan bo'lsangiz, texim yaxshi o'rlay oladigansiz ekan. Ammo naqshi sizga gapni jo'naysam sal oddiy qotmoq naqshi. Siz yaxshi o'rladingiz ammo o'rlashda gap yo'q. Mesele materyalda, naqshda. Yaxshi yog'och bo'lsa, uy saymalari yaxshi chiqmaydi shu. Shunga o'xshash naqsh o'zi sal oddiyroq naqsh bo'lib qoldi. Yaxshi o'rildingiz, o'rnida gap yo'q. Amator bo'lsin sizga. Rahmat. Rahmat ustozlar. Shunda bo'lsa Ranagul armat tursingiz. Endik minutlarda biz bağlıqçı ustazlarımız qatarida Şinjan Sanat İnstitutu'nun naqshi o'qituvchisi, magistr, aspirant Hamragul Abduqodir muallimni bir naqsh etib berish taklif qilamiz. Marhamat. Cennette güzel, bulvarlar
Rahmat. Bizniki hürmet sazalar ustazımız bugünkü hamımızın keyfiyatını özniki vatan işqi namlıq naqş arqılıq yuqur pəlli götürpədi. Rahmat, köpten köp rahmat. Endi qızğın alqışlarımız bilan 5 mayirimizden bugünkü nava programımızda qatnaşqan 5 mayirimizden sahneyi təklif qılğan bolsaq, mərhəmət. Hürmetli televizor köylüçiler görüp atkanınla Ürümçi Televiziya Stansı bilen Şinjan Vasiyot Medeniyet Tarqıtı şirketi birlikte ötküzgen Kızıl Kala vitaminli kuvvet içimliğe olayda hemkarlaşkan Yeni Nava programısı. Hem de oturgan aziz mihmanlarımız siz kıyas kıptıkın. Muş 5 mayır içinde qaysı mayırımız muş aylık yıldız bulalaydı. Menimcha shu 3 numurliq mayirni oylik yulduz bo'ldi deb qarayman. Menimcha bo'lganda 1 numurliq mayir oylik yulduz bo'ldi deb faraz qildim. Menimcha 2 numurliq mayir oylik yulduz bo'lalaydi deb qarayman. Menimcha 4 numurliq mayir oylik yulduz bo'lalaydi. Menimcha 5 numurliq mayirni oylik yulduz bo'lalaydi deb qarayman. Aylık yıldız bulalaydı deb to'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Şinjan Akdeniz Xalqaro savdo şirketi bazarga salgan öz diyorimizda zamonaviy usulda ishlangan Shohsaroy markasidagi sap paxta yutqan bilan mukofotlaymiz. Xo'sh, endiki tanlash fursati sizlarning qo'linglarda. O'zinglar yaxshi ko'rgan mayirning rad nomerini yuqori ovozda to'g'rilg'ash shu mayirimizga bilet tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. 5 4 3 2 1 Seninglar görülüp neticelerni ko'rsanglar bo'ldi. Keyingi bosqich o'tgan 4 mayirimiz muborak bo'lsin. Qarshi o'tayli. Keyingi bosqichga tayyorlik qilsanglar bo'ladi. Afsuslanmayman chunki men oylik qatnashib oldim. Ham shu meni misha qaytirib kelgan qarindoshlarımga, tomoshabinlarga ko'pdan ko'p rahmatim bildiraman. Men bunda bildim bilatdim. Chunki men yaxshi naqsh sololmadim-ku. Qanday desangiz vaqt bek qis bo'lib qoldi-ku. Shuningga hozir vaqtim yer bermay qoldi. Shunga hozir shu naqshni epib chiqqan. Yaxshi natija erishaman deb o'ylagan. Endi axsham az bo'lmay qoldi. Sizga ko'ngil so'g'imiz va u bo'lsa-mu, Şinjan 1000 yil xalqaro savdo şirketi alayda tayyorlagan 500 yan qiymatidagi Nazil markasidagi sovg'atliq mahsulotlarni sizga sovg'a qilgan bo'lsa, qabul qilgan bo'lsangiz. Mening oshig'im mening borlig'im sen bilsang mengu mening sevgim. Hürmetli televizor ko'rish do'st, agar siz yaxshi ko'rgan mayir navo sahnasidan ayrilgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Siz shu mayirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga qisqa uchur yo'llash orqali shu mayirimizni yana qayta navo sahnamizga yondirib akilalaysiz. Qani unda bo'lsa qo'lingizga telefon ilib bizga qisqa uchur yo'llashni unutib qolmang. Bizning naqshimiz bosqichidagi mayirlarimiz o'ziniki mahoratlarini ko'rsatib o'tdi. Endi biz programmamizning ikkinchi bosqichiga o'tib ketgan bo'lsak, programmamizning ikkinchi bosqichi qarindoshlar. Qarasam күрінем дубала Сансаку декемуна Сансаку декемуна Oturup taza oylan bala Kaysimiz de bakuna Kaysimiz de bakuna Qarasam күрінем дубала
sansaku şikayet toğra sansaku şikayet toğra yaxşı bolsam yanında men bala yaman bolsam gideyim ara yaman bolsam gideyim ara Acep mu yaraşıptı bala buranda ay nığan toğra buranda ay nığan toğra sen meni yaman köme bala ezeldin men sana amra ezeldin men sana amra ezeldim men sana amra Assalomu alaykum, hoş geldinizler. Emincan unda bo'lsa qarindoshlarыңызdan bir tanishtirib o'tsangiz. Bu yoq bo'lsa meningki mushu nava programmamizga mush sahnada alayda yardım qilgan do'stim Heytem. Hoş geldiniz. Bu yoq bo'lsa meningki mushu bana yana yaqindan yordamda bo'lgan Mahmudjon bo'ldi. Ayrılmaz, kol tutup, dalmış atan kabinas dostum. Unda bo'lsa sizlarning baharыңlarni bizniki ustozlarimizdan og'zidan anglab bakkan bo'lsak, sizlar bergan baho qanday bo'ldi ekan? Qani ustozlarimiz rahmat. Bu sansaku najab yaxshi aytdi. Sansaku degan bu naqsha. Bu zot otishning marsi bu shu otish naqsi tayyormi, qashqa naqsi tayyor. Bu sansaku degan naqsha şu maral beşi atış keşke muş oturada köprak ekli. Şunu sansakuda o. Üç açal degan gap ko. Sansakuda hazır üç açal. Uyku maral beşi, uyku atış, uyku keşke. Cık naqşlarımız, kən xalqımız yaxtırıp anlaydıgan hem de cık naqşlarımız yaxtırıp itidigan bir naqşa. Nəhayət liriklik, adam anlısı kegidek. Şundaq var, yaxşı naqşa var. Yaxşı oldunuz. Həmkarlaşıqçılarına acayip yaxşı tanlapsan. Nəx çippəd zadı. Neyim acayip kepti. Dıtlarımıza artışlıqda çippədən. Naqşama yaxşı orullandı. İmican. Mübarek olsun. Bək qəlbilik oruldun bu naqşda. Hamda biz aldığımız sanda programımızga qısqa uçur yollaş arqılıq mukafat erişken talaylik abonentlarimizden bir tanlab algan bolsak, undaqda çoğ ekrandaki numurlar to'xtamasdan aylansın. To'xtasin. Mübarek olsun 157 70 Yangnava 55 74 bo'lgan abonentimiz, siz bizning talaylik abonentimiz bo'ldingiz. Sizni Xinjiang Tayatay xalqaro savdo cheklik mas'uliyat shirkati ta'minlagan Tayatay markasidagi kollagenlik petit bilan mukofotlaymiz. Mübarek olsun. Unda bo'lsa biz yana bir talaylik abonentimizni tanlab olgan bo'lsak, cho'ng ekrandagi numurlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. Mübarek olsun 136 99 Yangnava 33 47 bo'lgan abonentimiz, siz bizning talaylik abonentimiz bo'ldingiz.
O'xshashlar sizdimi? Xinjiang Taytay Xalqaro savdo cheklik mas'uliyat shirkati ta'minlagan Taytay markasidagi kollagenlik pip bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Xo'sh, bizning birinchi nomerlik mayirimiz qarindoshlar bosqichida o'zining qarindoshlari bilan nomerini ko'rsatib o'tdi. Endi biz ikkinchi nomerlik mayirimizni qarindoshlari bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Hanfezini sürüp girmez Gülşen ağrın akşı yağırdı Emgek bilen külgen bəxtimin Şatlığını elge aldı Baharımın ıllık şamili Vadılanı suyup geldi geldi Gülşen vadiye aşına buldum Kanlar ketip külüp geldi Gülşen vadiye aşına buldum Minnin akşamda cürüp ol geldim Emge kaynıdan altın diyarım Oğul kızları cürüp ol geldim Hanfezini sürüp girmem Gülşen aran akşa yağırdı Emgek bilen külgen bəxtimin Şatlığını elge aldı Şatlığını elge aldı Çağında olsa xeyrindoşlarınızı bir tanıştırıp qo'ysangiz. Bu singlimning o'zi pedagogik universitetida akademik kasbda o'qigan o'quvchi, ismi Mekray. Bugungi dam olishini qurbon qilib, mening faoliyatim uchun kelib qatnashib berdi bu singlim. Xo'sh kelibsiz Mekray. Qani unda bo'lsa bog'liqchi ustozlarimizdan fikrini anglab boqaylik. İkinci numaralık Mayır. Avazınız hakikaten dairesi keng, yaxşı bir avaz endi. Bayım aldığınki basqıçtımı, heptiliktimi, intayın naqşılarını aytı. Kıyamığı yetkizip, yaxşı icra qilgan. Avazınızda gap yok. Endi naqşa, bu sel avazınızı düşmey qaptı. Naqşını yaxşı tanlayamay qapsız. Bu naqşını sözü Talat Nasır'ның muzikasini Yisam degan harbiy san'at maktabiga Yisam degan bola ijod qilgan naqsha. Buni bizning atoqli naqshchilarimizdan Aziz Mahmud Dilshod Raydin aytgan. Bu naqshiningki endi naqsha aytish uslubi Yevropa naqsha aytish uslubi bilan milliy ovozda naqsha aytish uslubi birlashtirilgan holda ovozda naqsha aytadigan naqshamoqchi. Siz endi bu naqshini xalq naqshlari aytish uslubi bo'yicha aytdingiz. Shuningla buningki talab qilingan estetik zavqi tuvallab ketdi. Muzikalik ba'zi o'yintilgan yerlar bor. Aningdikin odarlardagi ba'zi turaqlar yarqin ifodalanmay qoldi. Naqshini ovozingizda gap yo'q dedim-ku boya. Lekin naqshi ovozingizga tushmagan. Naqshini yaxshi tanlayolmay qolibsiz. Buningdiki mushunaq taraflarga diqqat qilsangiz bo'ladi.
Bizning 3 numurluq mayrimizmi o'zining qarindishi bilan numarini ko'rsatib o'tdi. Hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 3 numurluq mayrimizni qarindishi bilan aytib qilamiz. Rahmat. Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Osimgilda Aldingsan programmamizdagi qarindoshlar bosqichida siz o'zingizning shu akangiz bilan kelgan tanishundaqku. Lekin akalarimiz sal tortinib qoldimi qandaq shu vaqtda faqat o'zi ichilamagandi. Shuning ularni shiritiblar, hozir bu chiroyli bir qizimizni boshlab kelibsiz, shundaqmi? Bu qizingiz bilan bir tanishgan bo'lsak. Bu mening qizim Farida Samet. Qashqar shaharlik televiziya stansiyasining diktor muxbiri. Voy kasbimiz bir emas. Shu baytanamda usul o'ynashlarga qarab kasbiy artist emasligini his qildik. Lekin hamda qaysi kasbni qilganligi to'g'ri bizga aniq emasdi. Hanzoch kanalining diktori texe. Voy Hanzoch dam texe. Ansi masal yere qarab turib turay. Unda bo'lsa sizningmi hozirgi hissiyotlaringizni bilgimiz kelyapti. Apangizga deydigan qanday yurak so'zingiz bor anglab boqaylik. Men anamdan faxrlanaman, shundaqla nish oilada tug'ilib cho'ng o'g'limdan taxim faxrlanaman. Bundan keyin anamning tinining salomat bo'lishini, uning ustiga shu hamma ishlarining taximi utuqliq bo'lishini umid qilaman, tilayman. Rahmat. Shunda bo'lsa, bog'liqchi ustozlarimizniki ba'zi xulosa boqaylik. Asimgilarda bu bosqichda hammamizga tanishlik bo'lgan kuchaqalik naqshlardan Bulbuljon nomli naqshini aytibsiz. Mana shundoq mardona Coşkun naqshlar sizning ovozingizga moslashadi. Rahmat. Bu naqsha haqiqiy ovozingizdagi butun ortiqchiliklarni to'liq aks ettirdi. Bo'lib bu naqshadagi ushaq puroqlar o'z joyini topdi. Rahmat. Oma qizimizmi o'ziga xos. Gerçi ba'zi bir necha yerlarda udardan chiqib ketgani bilan yana chandırmay sizga shundoq yaxshi moslashib, go'zal harakatlari bilan bizga bir badiiy zo'q ato qildi. Sizga omad tilayman. Rahmat.
Bizning 3-chi numurlik mayrimizmi o'zining qarinishi bilan numurni ko'rsatib o'tdi. Endi qizg'in olqishlarimiz bilan 4-chi numurlik mayrimizni qarinishi bilan sahnamizda taklif qilamiz. Marhamat. Yol bergin yoluz deganlarga safriga oq yo'l tilar Yol bergin pok mehrim bilan yuksaklarga ketsin o'rlar Ko'ngilda to'ysin ko'ngil qiynalsin yurakni hasrat Yazning oltin oq ketida hammamizga yog'sin omad Yıldız bulup geri Yol bergin yoluz deganlarga safriga oq yo'l tilar Qo'l bergin pok mehrim bilan yuksaklarga ketsin o'rlar Ko'ngilda so'ysin ko'ngil qiynalsin yurakni hasrat Yazning oltin oq ketida hammamizga yog'sin omad Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Balkim televizor ko'rguchi do'stlarimiz biladi. Ibrohimjon, ya'ni Eminjon mehmon bilan To'lqin mehmon aka ini. To'lqin hozir bizning programmamizning xeli ko'ni bir mehmon bo'lib qoldi. Bu san programmamizda yana shu qarindoshlar bosqichida qanday go'zal orzu armonlar bilan akangiz bilan birga keldingiz. Bu qitim akam bilan o'shaga o'zimizning yaxshi ko'rgan naqshlarimizni aytib, tomoshabinlar bilan birlikda o'rtoqlashish niyatida yana yaxshi natijalarga erishish niyatida keldik. Akamningki yaxshi natijalarga erishishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Va shundaqla mush munosabat bilan o'qituvchi ustozlarim, matoalarim va qo'llag'uchilarimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Qo'shimda bizdan bog'liqchi ustozlarimizning bahosini olib boqaylik. 4-chi numurliq Mayir yuqorida qarindoshlar bosqichining talabiga moslashgan holda yo'l bergan nomli naqshini yaxshi ijro qildinglar. Endi buningda akkord talab qildimi naqshini o'zimga. Endi melodiyada biringlar tuvan ovozda, ya'ni biringlar shu ongni 8 gradus o'rlagan holda aytinglar. Bumi? Shu akkord hisoblandi. O'ttirga yana bir akkordni qo'shib o'tgan bo'lsa, rasmiy mukammal bo'ladi-da endi. Hech kimlar aytgandek shunday bo'ldi. Endi bu naqshimni yaxshi ishlangan naqshga. Bizningki yosh
şairimiz Vayça Osman söz iken Muqam ansamblınınki icadiyetçisi Dilmurat Tursun icad qıptı. Seğiniş köyü degen nakşının icad qıga, o balının icadiyetleri yakında bu yan televizorlarına aytkan taqıtılvatıdı. Yaxşı, münəvər bir nakşa bu. Sizlerni yaxşı icra qılınlar. Rahmet. Rahmet balgıçı ustazlarımızga. Mana bizniki ikinci basqıçımız, qarindoshlar basqıçımı muvaffaqiyatli oxirlashdi. Undaq bo'lsa biz qolgan mayirlarimizda qizg'in olqishlarimiz bilan sahnamizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Hürmetli televizor ko'ruvchilar ko'rayotganinglar, Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjang va Siyot madaniyat tarqitish shirkati birlikda o'tkazgan Qizil kalo vitaminli quvvat ichimligi olaydan birlashgan yangi navo programmasi. Andiki tanlash fursati naq maydondagi aziz mehmonlar, sizlarning qo'linglarda. Unda bo'lsa, siz yaxshi ko'rgan shu mayirniki rad nomerini yuqori ovozda tovulg'ash, bilet tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. 5 4 3 2 1 Kanunda qilsa natijalarni ko'rsanglar bo'ldi. Keyingi bosqichga muvaffaqiyatli o'tgan 3 qarindishimiz muborak bo'lsin. Qani sizlar keyingi bosqichga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Aytaka. Qanaqaroq? Yaxshi, nayt yaxshi. Endi hozirgi shu naq maydondagi hissiyotingizni, yurak so'zingizni bir bilgimiz bor. Rahmat. Meni qo'llab-quvvatlagan do'stlarga, qarindoshlarimga eng oliy rahmatimni bildiraman. Herhalde ichki ishlarni aytib, xalqim bilan yuz ko'rishdim. Ustozlarning tanqidini angladim. Bu mana yaxshi bo'ldi. Hammanglarga rahmat, ko'pchilik rahmat. Sizga ko'p rahmat. Albatta sizga bizning sovg'imiz bor. Sizga bergan bizning sovg'imiz Shinjang yo'lliq xalqaro so'z chekish shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi bir yurish kostyum. Rahmat. Muborak bo'lsin. Bu munosabat bilan riyosatchining kiyimini ta'minlagan Shinjang yo'lliq xalqaro so'z chekish shirkatiga ko'p rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Programımızın ikinci basqıçı g'albilik oxirlashdi. Endi eng oxirgi bosqich oyda bir yulduz. Sine canı dep anlap Allah bilimni şu şunu da bakma Sine canı dep anlap Allah bilimni şu şunu da bakma Sine kemmeydi dep Allah verip kölle Vay Allah verip kölle Rızar yığlar Katar çizgiler Ecep oturup geldi Hep haber yok yarim Şüregim yutuldu
Tatavrım torge canışsidi Tarişit salsam Aninki nolsidin binavami Binavan çoğunluğunu alsan Mukamlani atasını Hüseyin'i hem ecem derler Uladı harikin pedeyi Bayaki ben çalsam Bayaki hep Allah yanında çalsam Baya peki Ki kumul pinava bulganını bilsen Nava çalsam Vay aralap çalsam o şarkı Gazelini Şebistanı seherlerde müşavret Ey Tencigav çalsam Tülev Hurşid Resul Spidem'de Spidem'de Çarga çalsam Yitiklesin himmetin judalık Havdun nusem İçip versin şarap idin Kılıptan kes Sigah çalsam Vay Kelim eşref kadar sulgi Bolayını mesmiz devre Bir ilkinge satayı bir ilkinge Ey camime alsam Bir ilkinge Bir ilkinge satayı bir ilkinge Ey camime alsam
Bizning oxirgi bosqichimizmi g'albalik oxirlashdi. Hozirgi tanlash balkim hammamizni sal jiddiylashtirishi, tamtirtishi mumkin. Ammo biz shuning ishimiz cho'qim naq maydondagi aziz mehmonlar to'g'ri tanlay oladi deb. Oldi bilan biz ba'alg'ichi ustozlarimizningki bahosini anglab boqaylik. Imja Osman o'rilgan bu naqshimiz balki bir manga bergan hukmda bir darvishlarning bir hukm bo'ldi. Allah bilen bayda darvishlar degan bo'lsa. Qanday azmış naqsh talab qoldingiz shu bosqichga? Qadimi muhabbet naqshida bu bir oshiqninki endi. Shu jiroq bir joyda shu muhabbatidan jiroq-jiroqda ayrilib ketib qolib, shu endi u chaqlarda bir-birini ko'rishish uncha oson ish emas. Birisi Anjonda, birisi bu yerda. Shunda andan bu yurak tarini endi shu naqsh orqali chekib, andan shu anaqa sapoyisini chelib, dardini shu bir endi shu jangalliqda dardini shu aytib, musha aytgan bir naqsh ekan. Bu naqshni dadam aytdi oilada 5 muqaddimasini. Ondan oyig'ini muqaddimasini shu dadam aytib turdi, shundan aytdim qilib aytdim. Ma oyig'ini ondan muzikasini Erkin Ablaq ishlab akkordlashtirib berdi. Men buni teksti xalqning shu munosabatli bu naqshini bir o'tirib echib baqaymish xalqimiz endi bir huzurga biz sunay degan maqsadda buni shu echib qoldim. Ha, bo'pti. Yaxshi, bu naqshni yaxshi o'rildingiz siz. Nat hissiyatliq ashu qilgan yerlari, hasrat chekkan yerlari hammasi shu ovozingizda o'rilgan chiqdi-da bu. Ama bu naqshning shu shaklini, demak shu tavallikini de ağırgan çağda şu sevdaylarının naqshida qiladi. Siz bunu sahneye gelip çıkıpsınız. Yaxşı oldunuz. Ahmetler olsun sizge. 3. numaralık mayırımız Asım Gülbaradenede yarım xumalık namlık naqshini etkərsiz. Gerçi iki yerde udar kiremezlik ahvali körülgen bolsumu, lekin yana naqshini öz şivi pırakları cayda mükemmel orulap digettiniz. Sizge mi apirin? 4. numaralık mayırma yuqorida rak muqaddimasini yaxshi ijro qildingiz. Endi muqamning muqaddimasini aytmoq haqiqatan tas. O erkin odarlıq bo'lsa-mu, ya'ni o'ziga tushlik talabchanligi bor, o'lchami bor. Mana shu muqamni xil odamlar aytolmaydi. Sababi o formulasi bor, formulaga silingan narsani ifoda qilmoq haqiqatan tas. Shundaqmi? Formulalarni chiqib tasili buzildi. Muqamninki formulasi var, ham qilib turishdan tartibi var. Mana bizning deganimiz keyingi bosqichlarda, keyingi so'rinlarda, boshqa maydonlarda foydasi bo'lish uchun o'sha gaplarni ta'kidlab ketyapmiz. Hammanglarga omad yor bo'lsin. Xo'sh, unda bo'lsa, ba'alg'uchi ustozlarning fikrini anglab o'tdik. Endi korxonchilar vakillarining bahosini ko'rib boqaylik. Bizningki 1 numurliq mayirimiz Eminjon Osman uchun qo'lidagi 10 numurni berishni xohlaydigan korxonchilar vakillari qo'lingdan ko'targan bo'lsanglar. 1, 2, 3, 30 numar. Muborak bo'lsin. Bizning 3 numurliq mayirimiz Osimgul adimiz uchun qo'lidagi 10 numurni berishni xohlaydigan korxonchilar vakillari. 1, 2, 3, 30 numar. Muborak bo'lsin. Bizning 4 numurliq mayirimiz Eminjon Mehmon uchun qo'lidagi 10 numurni beradigan korxonchilar vakillari. 1, 2, 3, 30 numar. Muborak bo'lsin. Şinjan Ulunuş Tor Texnika Çekiliş Şirketi'den Nizamiddin Abduvahab efendimden sözlük teklif kılmaz. Qani, merhamet. Assalamu alaikum. Nahmedandaki bağlıqçılar ve tamaşıbıllar. Assalamu alaikum. Ekran alırki görürmeler. Bizim Ulunuş Tor Texnika Çekiliş Şirketimiz 2005 yıldan başlap ta hazırgacha internet tor kesipleri bilen şug'ullanayotgan bir şirket. Ama şu 10 yıldan beri şirketimiz Ulunuş Tori, Uçur Tori, Nur Tori,
qatorliq tor bekatlarni va yangi detallarni e'lon qilib, tordashlarning yoqtirishiga erishib kelyotdi. Men mushu munosabatda shirkatimizdagi 30 ga yaqin xizmatchi xodimlarga vakolatan Nava programmasiniki bundan keyin texmo yukselishini, texmo ko'p mayirlarga sahna hozirlab berishini, xalqimizning ma'naviy turmushini texmo beyitadigan nodir program bo'lib qilishini umid qilaman hamda Vasivot shirkatidagi mushu programma uchun kuch chiqarayotgan barliq jafokash xodimlarga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Biz mush munosabat bilan Xinjiang TAYT xalqaro sodichilik mas'uliyat shirkatiga, Xinjiang Aytoldi xalqaro sodichilik shirkatiga, Turpan Dilraban sanoat sodichilik shirkatiga, Urumchi Rafael soda hasadorlik shirkatiga, Xinjiang Qudrat yezigilik fan texnika taraqqiyot chekish shirkatiga, Xinjiang Handusana xalqaro sodichilik shirkatiga, Xinjiang Apandim tor texnika taraqqiyot chekish shirkatiga, Xinjiang Ulnush tor texnika chekish shirkatiga, Xinjiang Nafs tor qurilish chekilik mas'uliyat shirkatiga alayda rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Şunda olsa əmdiki tallaş fursati yanıla aziz mehmonlarimiz sizlarning qo'linglarda o'zinglar yaxshi ko'rgan, mahorati qoyil bo'lgan moyirimizniki rad nomerini yuqori ovozda to'g'ilg'ach bilet tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. 5 4 3 Natijalar ko'rsana bo'ldi. Mübarek olsun. Bizden birinci numaralık mayirimizni bu aylık yultuz buludu deb peres kılgan tereylik tamaşibenimizni Xinjiang Akdeniz Halkara Sodiçilik şirketi bazarga salgan öz diyarımızda zamani usulda işlengen Şahsaray markasidagi sap paxta yutkan bilen mukafotlaymiz. Mübarek olsun. Biz rahmat sizlarga. Hoş bizden bu aylık yultuzumuz barlık geldi o bolsunmu birinci numaralık mayirimiz Emincan Osman. Unda olsa biz bağlıqçı ustazlarımızı aylık yolsuzumuzga, şundaqla münevver mayırlarımızga mukafat buyum taqib berish taklif qilamiz.